Assalamu alaikum. Yangi Fuqum ingliz tili darsimizga qaytib kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Shu topda biz New Concept English, ya'ni yangi Fuqum ingliz tili darsligimizningki birinchi kitobi bo'lgan First Things First degan kitobni ko'ryapmiz. Bugun darsimiz boshlanganligininki 5-kuni bo'ladi. Qarasangiz Monday, andan keyin 8, 5, 19 deb yozib qo'yibmiz 3-qurg'a. Ameliyatda bu July kunninki, ya'ni chislaninki texnik oddiylaştırılgan bir nusxasi. Monday, dushanba, 8 degani August, 5 degani 5th, ya'ni dadidsan 5ninki son bilan yozilishi bu. 19 degan shu 2019, ya'ni 2019 ning qisqartirilmasi. Demakchi bundan keyin oddiylaştırib shundaqlam ifodalaymiz. Bunun tagida YouTube channel, hayot tilim, YouTube'dagi kanalimizning izlash nomi. Andan keyin to'r bekitimizga pat-pat qarab turg'aysiz. Mazmunlar nihoyat jiddiy ishlanyapti. Inshaalloh patarda to'r bekitimiz to'rga chiqadi. Texnik isl mazmunlar to'r bekitimizda bor. Xo'sh, undaqda biz darsimizga kirib ketdik savoldoshlar. Bugun lesson 9, ya'ni how are you today degan darsni o'tamiz. Albatta, shuningki mashg'ulni qo'shib o'tamiz 10-darsni. Oldindan biz yangi so'zlarni ko'rib o'taylik, odatimiz bo'yicha. New words and expressions. Number 1, birinchi bo'lib 9. 9. Number 2, how. How. Number 3, today. Today. Number 4, hello. Hello. Number 5, hi. Hi. Number 6, well. Well. Number 7, fine. Fine. Number 8, thanks. Thanks. Number 9, goodbye. Goodbye. Number 10, see. See. Xo'sh, so'zlarning o'qilishi shundoq. Tuvanda biz ma'nolari bilan tanishib chiqaylik. Bo'lsa ishlatilish o'rinlari bilanmi, masalan, jumla ichidagi degandek, imkoniyatni yor berishcha. 9, birinchi so'zimiz 9, sanoq sondagi 9. Demakchi, bugun 9-dars bilan ko'rishgandan keyin albatta 9 degan sonni o'rganishimizga to'g'ri keldi. 9, okay? 9. Demakchi, hozirga qadar bugun mushu songa qadar qancha 9 dona sonni o'rgangan bo'ldik. Ingliz tilidagi 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni, okay? Bir qadim tez eslab chiqsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Albatta 10'ni keyingi darsda o'rganamiz. Ikkinchi so'zimiz bugungi how. How. Meni o'qishimdan his qilyapsiz, og'zingizni cho'ngroq ichib soldi ekansiz. How deb. How. Hargizmi buni how debla yangi izohchidan qo'yib yotmaylikmi? Xato unda bo'lsa, how deb gap yo'q ingliz tilida. How. How, okay? Ow deb turib chiqarasiz demakchi o'g'il. Qandoq degan so'z bu. Savol so'zi albatta. Yodingizda bo'lsa, oldingi darsda biz savol so'zlaridan what ni o'rgangandik. Masalan, what is your name yoki what is your job deb yodingizda bormi? Demakchi, shunga o'xshash bu bir savol so'zi. Bu nimada what deganimiz nima edi? Macho qandoq degan savol so'zi bo'ldi. Ham shunchalik bilib turaylik buni. Masalan, bu nimaga darsning mavzusiga qarasangiz how are you today deb turdi. Qandoq da ma'nosini tushunib boqaylik. How, qandoq are you bo'lsangiz siz, qandoq bo'lsangiz siz. Siz qandoq degan ma'noni bildirgan bir ahvol so'raganda bir so'zmi nima? Tafsilotini hozir ko'ramiz. Hozircha how ne qandoq degan savol so'zi deb tushunib turaylik oddiy qilib. Number 3, today. Today, bugun degan gap. Bugun, unda bo'lsa how ni bilib olsak, today ni bilib olsak, ustidagi jumlani tarjima qila oladigandak turamdik nima? Masalan, qandoq siz bugun qandoq yoki siz bugun qandaroq
degan bir ahvol so'rash so'z ekanda bu hamda tushundim. Xo'sh, 9-darsimiz ahvol so'raydigan ishlar bir dars ekan. Darsning temasi siz bugun qandaroq degan gap ekan, shundaqmi? Okay. Davomli number 4. Hello. Bu ahvol so'rashdagi ishlatilgan bir salom so'zi deyli. Hello. Buni cho'qim savoldoshlar anglagan. Masalan, bizga hech qaysi bir so'z tanishlik bo'lmasimi, shu so'z tanishlik bo'lishi kerak. Chunki quloqimizning atrofida anglanib turadigan bir so'z bu. Hello. Yaxshimisiz degan gap albatta. Andan keyin eng ko'p uchraydigan yana bir o'rni bu so'zningki. Telefonni olganda ingliz tilida so'zlaydigan kishilar telefonni olganda birinchi bo'lib deydigan gapi shu hello. Telefonni olib, telefon sarib deyli. Telefonni qo'lingizga olib birinchi bo'lib nima deysiz inglizchada? Hello deysiz. Okay? Demakchi, yaxshimisiz degan gap bu. Ahvol so'rash so'zi. All right, number 5. Hi. Bu nima desangiz amaliyotda hello'ningki oddiylashgan bir shakli yoki oddiylashgan nusxasi deydi. Hello degan yaxshimisiz, hi mo yaxshimisiz, faqat hi degan shu. Texnik oddiylashtirib o'tgan bir shakli bu. Yaxshimisizningki. Okay? Hello, hi. Ma'nosi o'xshaysa, faqat oddiylashgan shakli. Hi degani. Number 6. Well. Well degan yaxshi degan gap bu. Ravish so'z turkumi jihatdan ravish hisoblanadi. Nimishqa bu yerda ma'lum siz boshqa so'zlarni tushundirganda so'z turkumini alayda eskartmaydi ekansiz, lekin nimishqa shu 6-so'zda well degan so'zda nimishqa alayda so'z turkumini eskartasiz, masalan ravish deb. Masalan, so'z turkumini tushunimizga savoldoshlar, masalan ism, son, sifat, ravish, fe'l deb grammatikada so'z turkumlarini o'rgangan-ku biz hech bo'lmaganda, shundaqmi? Demakchi, shu so'z turkumlari tarkibidagi ravish ma'lum. Nimishqa alayda mush 6-so'zga kelganda buningki so'z turkumini bir deb o'tib ketmaydiganda buning sababi bor. Men hali deyman. Hozircha ravishgan so'z turkumi jihatdan deb yozib qo'yib turing. Ma'nosini daftarga oldingizda qalam qo'lingizda oldingizda daftar qo'yinglar, ashta o'rganyapsiz-ku, men shunaqa ishini. Agar unda bo'lmasa rasmiy bu ingliz tilini ham o'rganib bo'lolmaysiz. Qo'polroq deganda, jumi. All right. Wellni demakchi yeniga tirnoq ichiga ravish deb yozib, undan keyin tirnoqning sirtig'ini deb yozib qo'yasiz deganda yaxshi deb yozasiz. Bu yaxshi salomatlik ahvoliga qartilgan yaxshi jumi. Well, okay? Salomatlik ahvoliga qartilgan yaxshi degan so'z ma'lum. Well, okay? Yodingizda bor oldingi darslarda biz good deganni o'rganganda qilgan to'q. Undan keyin nice deb yana bir so'zni o'rganganda qilgan to'q. Good nima yaxshi degan to'q, nice nima yaxshi degan to'q. Ma'lum bu well-ni hamda buni yaxshi da'vatsiz-ku. Uning ustiga good, nice deganlarningki so'z turkumini demagantingiz, ma'ninkini alayda askartingiz ravish deb. Bu qanday yaxshi? Okay, men hozir deyman, qarasangiz 7-si fine. Fine. Bu fine deganmi amaliyotda yaxshi degan so'z. Bu sifat so'z turkumi jihatdan. Ma'lum yana dedingizmi bu gapni. 6-sini ravish dedingiz, bu 7-sini sifat dedingiz. Bu nimishqa ravish sifat deb mush ikkisini ham deysiz, qolganlarni nimishqa so'z turkumini demaysiz deganni endi tushundiray, ha. Xo'sh, fine deganmi yaxshi dedim-ku, amaliyotda bu aloqa. Isil, go'zal degan ma'nosi bor yaxshi, jumi. Voy, u nima degan to'liq gap bu. Ma'lum hozir dedingiz good nima oldingi dars o'rgangan. Yaxshi dedingiz, nice nima yaxshi dedingiz, well nima yaxshi da'vatsiz, ham fine nima yaxshi dedingiz. Bu to'rtingiz yaxshi bo'lsa, zodi qaysi olib ketdi desangiz, endi men do'stimga yozib tushundiray. Qarang, boshda dedik good. Uyg'urcha koniga tangishilib qolibdi kompyuterimningki yoziqi, ha. All right. Good. Andan nice dedik. Andan well da'vatimiz, andan fine dedik. Zodi to'rtsi, zodi qanday yaxshilar bular, hammasi yaxshi ekan desangiz, va birinchisi good deganimiz sifat jihatdagi yaxshi qartilgan, ha. Sifat jihatdagi yaxshi. Okay? Masalan, odamga aytsak, masalan, odamningki sifati deganimiz shu odamningki odamiyligi qartilgan, masalan, he
erdadagi u is good desak, he is good desak yoki he is a good man, man degan er kishi bu. Bu bo'lsa bir yaxshi er kishi. He is a good man desak qanda bu yerdagi good nimasi qartilgan? Ashadamningki odamiylik sifati qartilgan. Okay? Nice degan unda bo'lsa, demak shu o'g'lim goodni sifat jihatdan yaxshi deb tushunsak, mana nice chu. Bu nice yodinglarda bo'lsa, odamga huzur bag'ishlaydigan, odamga bir xilnati illiq yaxshi tuyg'u beradigan degandek ashta bir nice bu. Masalan, nice conversation. Conversation deganni bilamiz. Conversation degan nima? Parang dialog yoki nice conversation degan nima? Yaxshi parang degan gap. Bu yaxshi parang nima ish qilib good conversation demaymiz, nice conversation deymiz desangiz, nice conversation deyishki maqsad odamga aytdi ko'ngliga yoqadigan, odamga rohat bag'ishlaydigan degandek ashta bir ma'nosi olmayadi masalan. Odamning ko'ngliga yoqadigan parang demakchi paranglashgan seri odamni rohatlanib ketadigan ashta bir ahvollar bo'ldi-ku. Ashada masalan nice conversation deb olamiz. Undan so'ng well-ni ajab deb ketdingiz ma'lum ravish deb. Undan so'ng qolganlar ravish emas ekanda, qolganlari masalan good, nice, fine deganlar qanda sifatlarimiz so'z turkumi jihatdan. Well degan qanda ravish. Undan so'ng well-ni ma'lum bu hozir nima dedingiz? Masalan ravish dedingiz. Undan so'ng buni bir misol keltiring. Salomatlikka yaxshi dedingiz. Qarang, I am well degan qanda men yaxshi degan gap. Bu yerga yaxshi, salomatlikim yaxshi degani. Okay? Demakchi, u nimalarga o'xshash? Qolgani good, nice, fine lar o'xshash. Masalan, sifat emas bu ravish. Ravishligini qandaq bir ifodalaymiz desangiz, masalan qarang. I am doing well deydigan bir gap bor. Men yaxshi degani shu demakchi mening shu salomatlikim yaxshi, ahvolim yaxshi degani ma bu amaliyotda bir sal-pal murakkabroq jumla. Bu mening shu topdagi ahvolim yaxshi demakchi, salomatlikim yaxshi demakchi. Demak, majumada qanda faqatla mushu well-ning o'rnini qarasangiz jumladagi eng oxirida gapdi-ku, faqatla ravish mushunda bo'ldi demakchi. Okay? I am doing well. Demak, boshqa so'z turkumini qo'ysak, ma'nisiz bo'lib qoldi majumada. Demakchi o'g'lim, uzun gapning qisqasi jumlada eng oxirida keladigan bir ish harakat bilan birga keladigan so'z turkumi qaysi? Masalan, ish harakatga agishib keladigan so'z turkumi ravish bo'ladi. Shu nuqtadan aytganda well degan so'z turkumi jihatdan ravish demakchi. Bu sal-pal murakkabroq anglandi quloqqa, lekin mushunchalik bilib qolsangiz bo'ldi, tafsilotni biz ketib so'zlaymiz, ha. Demak, to'tili so'zningki o'xshash ma'nodagi masalan, ma'nosi yaqin-ku, o'xshash desak bo'lmaydi, o'xshash desak o'xshash bo'lib qoladi. Ma'nosi yaqin, ya'ni ma'noda so'zlash ekanligini tushundirman degan maqsadda, bular ma'nodash bo'lgani bilan bir-biridan farqlanadi deganni tushuntirish maqsadida hozirgi misolni oldim bu mana. Xo'sh, unda esa fine qolib qoldi. Fine degan nima? Hozir dedik, go'zal, nice, esil degandek ashta ma'nodagi fine bu. Okay? Xo'sh, unda esa uzun gapning qisqasi xulosa chiqarsak, good, nice, well, fine deganlarning hammasi yaxshi degan so'zlar ekan, lekin o'rin ishlatiladigan o'rinlari o'xshamaydi ekan deganni hozircha bilib qolsangiz bo'ladi. Okay? Qolganini biz endi tekstda ko'ramiz, dialogni ko'rganda. Okay? Unda esa 4 tane yaxshi degan so'zni shunchalik deb turaylik. Number 8, 8-so'z thanks. Thanks degan nima? Rahmatningki thankningki keyingi as qo'shilgan shakl ekan bu, ha? Holati. Bu qanday degan gap desak, buning ma'nosi rahmat albatta, faqat ozroq o'xshamaydi ifodalashyapti. Okay? Masalan, thank desakmi rahmat, thanks desakmi rahmat, faqat o'xshamaydigan yeri, masalan, thank ning keyiniga you ni qo'shib deymiz. Thank you deb. Lekin thanks ning keyiniga you ni qo'shmaymiz. Thanks bilan gap tugaydi demakchi. Har ikkalasining ma'nosi rahmat albatta. Demakchi ishlatilishi ozroq o'xshamaydi ekan, ha? Masalan, do'stimga yozdim deymiyaga. Qarsangiz, thank you deymiz yoki
thanks deymiz demek. Agar thankni ishlatib qolsak, you deb qo'shib deymiz. Thanksni ishlatsak-chi, keyingi you'ni qo'shishning hojati yo'q. Okay? Thank you, thanks. Har ikkisi o'xshash ekan. Number 9, goodbye. Goodbye degan xayr xo'sh degan gap. Masalan, xayr xo'sh deb biz ikki so'z bilan ataydi ekanmiz-ku. Inglizchada mana shunaqa bir ahvolning borlig'ini ko'ryapsiz. Good degan yaxshi, bye degan xo'sh bo'lsa, masalan, yaxshi xo'sh, masalan, xayr xo'sh, xayr deganmi yaxshi degan gap-ku. Shunaqa bir gap endi. Buningki yana bir xil atalishi bye lam. Masalan, goodni demay, bye desakmi o'xshash. Okay? Faqatla xuddi halloni addiylashtirib hi degandeklam goodbye-ni qanda bye degan bo'ldi demoqchi-ku. Okay? Number 10, see, ko'rish. Ko'rish deb tushunib turaylik ma'nosi. Oldida biz meetni o'rgangan, u ko'rishish, tanishish, uni aralashtirib qo'ymaylikmi? Masalan, bugungi darsda qanda, xuddi oldidagi darsda biz nice to meet you ni o'rgangandak, bugun nice to see you deb bugunimiz meet ni ishlasak, tanishish bo'ladi. See bo'lsa ko'rishish bo'ladi. Nice to meet you ni tanishganimdan xush bo'ldim. Siz bilan tanishganimdan xushman deb olgandik. Hamsa nice to see you ni sizning ko'rganimdan xushman deydiganimizda hozircha shunchalik bir tushuncha hosil bo'lib tursin kallangizda. Demakchi so'zlarning o'qilishi va ma'nolari shundoq. Tuvanda biz tez alda shu temaga bir selitayli, mana o'rgangan so'zlarimizni. Masalan qarang. How are you today? Siz bugun qanday degan gapni to'qib boshda. Bunun cevabı ne buldu? I'm very well. I'm deganni I am qisqartib I'm deymiz degan qo'y. I'm very well. Nima degan gap? Very ni o'rgangan savdoshlar. Back nihoyatda intayin degan gap. Well ni hozir dedik, salomatlikni bildiradigan, salomatlik ahvolini bildiradigan yaxshi bu. Masalan, I'm very well degan nima bo'ldi ekan? Men nihoyat yaxshi degan gap ekan. Okay. Deb bo'lib thank you deyapti. Yoki agar ahvolingiz yaxshi bo'lmasa, yoki salomatligingiz yaxshi bo'lmasa, nima deysiz? Tigida I'm not so well. Bu yerga qolgan hamma so'zni taniysiz, so ni tanimaysiz. So degan unchilik degan ma'nosi bor. Unchilik, shunchilik, bunchilik degandakchi. Demakchi, men unchilik yaxshi emas, ya'ni men ancha yaxshi emas degan gap bu. I am not so well degan. Demakchi, o'g'lim, agar bir odam sizdan ahvol so'rasa davomli I'm very well, thank you deb o'tamaysiz, bu ba'zida I'm not so well deb qo'yasiz. Shu vajidan men misolni qo'ydim. Xo'sh, undaqda so'zlar va ularning ma'nolari, o'qilish ahvollari yuqoriqidek, hamda biz buni qanday bularni tekstga silib dialogda ko'rib boqaylik. Lesson 9. How are you today? Bugun qandayroq? Siz bugun qandayroq? Qarshingizda conversation nima ekan? How is Emma? Unda so'zlar qarsangiz tushunish tez emas. Qanday bo'lsa Emma, ya'ni Emma qandayroq deb Emma deganninki bir odamning ismi ekanligini jazmlashtiryapsiz ku, amaliyotda qizlarning ismi yo ayol kishining ismi. Ya'ni Emma qandayroq degan gapgan bu. Agar how are you desak, siz qandayroq bo'lgan bo'lsa, how is Emma bo'lsa qanday? Emma qandayroq ekan. You'ga are ni ishlatibmiz, Emmaga is ni ishlatibmiz. Emma degan nima? Uchinchi shaxs. She'ga tang'u, shuning uchun. Qo'shimda bo'lsa, uzun gapning qisqasi biz nimani dialogni ko'rib chiqaylikmi? Dialogni menga agishib bir o'qib o'tinglar, uniki ma'nosini tushunaylik. Qarang. Steven bunda deydi. Hello Helen. Gapni anglab Helen bunda deydi. Hi Steven. Aniki Steven bunda dedi. How are you today? Helen deydi. I'm very well. Thank you. Deb bo'lib, and you? Deganda Steven qopib, I'm fine, thanks. Dedi. Deb bo'lib, how is Tony? Deb so'rayotdi. Bu gapga Helen, he is fine, thanks. Deb javob berib, how is Emma? Deb so'rayotdi. Steven qopib, she is very well too, Helen. Deb javob berib, goodbye, Helen.
nice to see you. Dedi, bu gap qarta Helen qo'pib, nice to see you too, Stephen. Goodbye. Yoki goodbye. Okay? Demakchi, o'qilish ahvoli shundoq dialogninki, endi biz ma'nosini tushunib boqaylikmi? Ma'nosini tushunishdan burun conversationda, ya'ni parangninki bizdan kutadigan, bizning javob berishimizni kutadigan savolni ko'rib boqaylik. Endi deydi, Emma qandaroq degan gapga, how is Emma? Emma bo'lsa qandaroq yoki inglizchada naq ta'sirot oldi ekan-ku, qandoq bo'lsa Emma deb. Okay? Mushu savolga javob berishni maqsad qilib tushunib boqaylik. Mesela Stephen bunday deydi, hello Helen, tasmas bu gapni tushunish ko'rdingiz. Hello'ni bilsiz, yaxshimisiz degan gap Helen degan qarshi tarafning ismi. Demakchi, Stephen bilan Helen uchrashib qoldi deylik. Hello Helen deganda Helen qo'pib, hi Stephen. Demakchi, Stephen hello desa, Helen qo'pib hi deydi. Demakchi, hello'ga cho'qim hello deb javob beram degansiz, no, hi desangiz bo'lardi. Okay? Stephen nima dedi? How are you today? dedi. Abi tushunib bo'lgan bu gapni biz. Bugun siz qandaroq deb so'raganmi? Helen bu gapga nima deb javob berdi? I'm very well, thank you. I'm very well. Yani nima deydi? Nima deydi? I'm degani I am ninki daq yig'indisi yoki qisqartirilmasi, ya. Very well. Ya'ni nihoyat yaxshi degan gap bu. Deb bo'lib, thank you. Rahmat. Deb bo'lib, and you deb so'radi bu. And you degan qanday gap bu? And ne bir xil bog'liq so'z degan to'q. Va shundaqlar degan ma'nosi bor. You ni siz desak, shundaqmi siz? Qanday gap bu? Amaliyotda bu ingliz tilidagi munda bir gapni qisqartib ham deyotgan gap uchun. Qarang. And how are you degan gap amaliyotda. Buni qisqartiblar and you deyotgan gap. Ya'ni how are deganni demaylar. Sizcho demakchi-ku, ha? Tushunishdi-ku? Nimishqa and ni ishlatadi bu jumlaning beshidan da'vosa, demakchi bu gap iliqi tugmay, gapga gap ulishib kelayotganligi uchun ishlatilayotgan bir bog'liq so'z. Ya'ni oldingi jumlaning kayni bosh, oldingi jumlaning oxirini da'vat nima degandek ma'no chiqdi. Uyg'urchadan bir tarjima qilib ketishning hojati yo'q. Demakchi Helenning gapini tushunsak beshidan men ayt yaxshi rahmat deb bo'lib sizcho deyapti. Ya'ni bu yerda undaqsi sizcho degandek-ku. And ninki ma'nosi nima? Undaqsi sizcho degandek ashta bir bog'lash rolini o'ynaydi demakchi. Oldingi gapni keyiniga demakchi. Bu gapni anglab Stephen nima deb javob berdi? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Demakchi Helen I'm very well deb javob bergandi. Stephen miyada well ni ishlatmay fine ni ishlatyapti. Demakchi well ni nima degan to'q? Abiyam salomatlik jihatdagi yaxshi degan ma'nosi bor. Demakchi I'm well desangiz inglizchada bu salomatlikni da'vatidir deb tushunib qarashdir. Agar I'm fine desangiz bu yerdagi fine no ma'nosini nima deb tushunamiz? Abiyam nim degan to'q fine no ma'nosini esel, go'zal. Demakchi men night esel deb bo'liqi o'zininki salomatlik ahvolini da'vatidir. Uningdan bakrak kengroq doirada ifodaladi. O'zining yaxshiligini masalan, salomatlikim yaxshi emas, balki kayfiyatim yaxshi, masalan, night degan kunmi yaxshi, degandek, hamma ish yaxshi degandek, ashta bir ma'noda fine ishlatyapti, go'zal, men night yaxshi demakchi, men night go'zal istilolatda demakchi. Shuning uchun fine ishlatdi deb tushunsak bo'ladi. Okay? Demakchi Helen I'm well deb javob bersa, Stephen qo'pib I'm fine deb javob beryapti. Zig'irlisangiz mushta farqi bor demakchi. Stephen I'm fine deb bo'lib nima dedi? Thanks dedi. Demakchi Helen qo'pib Helen thank you deganda Stephen qo'pib thank you deb o'z beti demay do'rab. Thanks deb lama thank you ni keyin bir oddiy shaklini ishlatyapti. Double how is Tony? Tony degan nima? Amaliyotda akishning ismi. Ya'ni Tony qandaroq demakchi-ku. Nimishqa izni ishlatdim bu yerda? How are you da are ni ishlatganda nimishqa Tony da izni ishlatdi? Chunki Tony degan uchinchi bir shaxs. Uchinchi bir shaxs to'g'riliq gap qilgan vaqtimizda is deb ishlatamiz. Siz to'g'riliq gap qilganda are deb ishlatamiz. Men to'g'riliq gap qilganda am deb ishlatar ekanmiz. Ko'ryapsizmi, ha? Masalan,
How are you? The are you va are'ni ishlatgan bo'lsak, I'm very well da am'ni ishlatibmiz. Tony'ni so'raganda is'ni ishlatayotganning ahvolini ko'ryapsizmi? How's Tony? Tony qandaroq? Okay? Is deganda Helen qo'yib he is fine, thanks deb javob berdi. Bu yerda he anonkin pash as ni beribdi-ku. Amaliyotda he is niga qisqartirilmasiga bu tushunishlik-ku. Men ba'zi narsalarni bektab ketmasam o'zingiz diqqat qilib o'tiryapsiz-ku. Demakchi he is fine. Bu bo'lsa yaxshi, demakchi fine ni ishlatdi. Thanks. Deb bo'lib how's Emma deb Emma'ni so'rayapti. Demakchi Emma bir ayol kishi. Shuning uchun Steven javob berganda she is very well too. Helen deb javob berdi. Qag'ayerni tushunsiz bu jumlaning she is u bo'lsa very well night yaxshi ayollardagi uni ishlatadi. Tony'ga he is fine deb erlardagi he ni ishlatadi uni. Anondagi ma to ni tushunsiz mu degan gap masalan u mu yaxshi degan mu masalan men yaxshi sen yaxshi u mu yaxshi degan mu. She is very well deb bo'lib to deb qo'shib qo'yib Helen deb qarshi tarafni ustidan demakchi gap qaqtida qarshi tarafni ustidan atab turib gap qilamiz bu adab qoida bu. Demakchi u yaxshi Helen demakchi deb bo'lib goodbye Helen xayr xo'sh Helen deydi. Deb bo'lib nice to see you. Bu nice to see you degan nima ekan? Abim deb bo'ldi amaliyot buning ma'nosini xuddi nice to meet you o'xshashlan bir jumla shakli ekan bu. O'xshamaydigan yeri meet degan tanishish see degancha ko'rish yoki ko'rishish. Demakchi nice to see you degan qanda ko'rishganimdan xush bo'ldim degan gap bu. Yana birisini nice to meet you nim degan to tanishganimdan xush bo'ldim degan to. Nice to see you jo ko'rishganimdan xush bo'ldim degan gap. Amaliyotda nice to see you degan qanda menda gapningki qisqartirilmasi go yodinglarda borgo. Nice to see you degan qanda amaliyotda oldiga it is degan gap yoshiron kelayotgan bir jumla bor. Okay? It is degan gap. Ya'ni it is nice to see you. U bo'lsa yaxshi. Nimani yaxshi demakchi? To see you. Sizni ko'rishdan iborat ashish demakchi. Ma ikki jumlani it's nice, ya'ni it is nice, u yaxshi degan jumlani see you, sizni ko'rish degan jumlaga nima orqali bog'lanyapti deb degan to'q demakchi. It's nice degan qismi jumlaningki. See you degan qismiga nima orqali bog'lanyapti degan to'q to orqali bog'lanyapti. Demakchi to ningki shunday jumlalarni bir-biriga bog'lash roli bor degan to'q va hozircha mushunchalik tushunib turaylik. It's nice to see you ni qisqartib nima deyapti? Nice to see you deyapti demakchi. Kechiringlar. Nice to see you, ya'ni ko'rishganimdan xushman yoki ko'rganimdan xush bo'ldim sizni demakchi. Helen dedi bu gapga nice to see you too, Steven. Sizni ko'rganimga menmi xush bo'ldim degan gap bu, tushunishlik, Steven. Deb goodbye, xayr xo'sh dedi. Xo'sh, ikki xo'shna yo'lda uchrashib qolibdi-ku, sirtda ko'rishib qilib yo'lda bir-birisidan ahvol so'rayotgan bir dialog ekan bu. Undan olsa, odatimiz bo'yicha nima qilamiz hozir? Savolga javob beramiz. Dialogda so'ralgan savolga biz javob beramiz. How is Emma degan gap bu? Emma qandaroq degan gap. Javobi nima? She is nima degan teabiyam unda qarshingda deyadi ba. How is Emma deb so'rasa Helen. Steven nima deb javob berganda she is very well too deb javob berganda. Unda biz nima deb olamiz? She is very well desak ham bo'ladi. To'ni qo'shib olishning hojati yo'q. U mu yaxshi deb. Okay, she is very well. U yaxshi desak bo'ldi. U mu deyish uchun u gapning oldida yana bir gap kelish kerak-ku, masalan. Siz yaxshi ekansiz, men yaxshi, u mu yaxshi deb demoqchi. Işte bir narsani taqozo qiladi-ku bu to deyish uchun. Masalan, desak ham bo'ladi demoqchi yetarli javob. She is very well. Okay? Xo'sh, unda esa bu yana yetarli emas savoldoshlar. Buni hamda o'zingiz qaytganda qayta o'qimasangiz bo'lmaydi. Hatta tarjima qilib, tahlil qilib, andan keyin ko'chirib yozib, hatta yodlab qilmasangiz rasla ingliz tilini qanda boshlang'ich deb qo'yib ham o'rganadigan narsa. Okay? Unda bo'lsa,
shu darsniki biz mashqni ishlab aniq bo'lmagan narsalarni aniq qila olaylik. Masalan, lesson 10 deydi. Look at dinimiz nima deydi. Ma'nosini hozir tushuntiramiz. Darsimiz 10 darsniki mavzusini. Qarasangiz oldin bilan biz yangi so'zlarni o'rgandik ekanmiz. New words and expressions. Number 1, that. Mana aytishni o'qiysiz ku, Number 2, man. Number 3, woman. Number 4, fat. Number 5, thin. Number 6, tall. Number 7, short. Number 8, dirty. Yoki buni dirty deb o'qisangiz xato emas, chunki demakchi dirty deb o'tamaydi kundalik turmushda. T ni, ya'ni dirty deki T tavshini yeni qalda diqqat bilan bir xil o'qituvchiga ahvol bor. Masalan, dirty debchi. Dirty deb o'qisangiz xato emas demakchi. Number 9, clean. Number 10, hot. Number 11, cold. Number 12, old. Number 13, young. Number 14, busy. Number 15, lazy. Number 16, 10. Hoşundası tezlikte biz ma'nolari bilan tanishib chiqaylik. That bu so'zning o'qilishida diqqat qiladigan ahvol th harf birikmasi chiqqanda z degan tovushni anglatadi. Ya'ni tilimizni yenib chiqarib turib zanjirdagi z degan tovushni chiqarsak chiqadigan tovush bu. Z. Ya'ni that. Okay? Ma'nosi avu, u degandek-ku. Masalan, o'zimizdan yiroqroq turgan narsani ko'rsatib turib deganda ishlatadigan bir ko'rsatish almashqu bu, Bilasizmi, ko'rsatish almashni masalan. Bu, mavu, u, avu, bu mavu degani this oldida o'rganib bo'ldik. Is this your handbag? Da birinchi darsdan ko'rib bo'lgandik. Ko'rsatish almash. O'zimizga yaqin turgan narsani ko'rsatib turib, bu mavu deb this ni o'rgangandik-ku. That degan uchun naqashning aksi, ya'ni u, avu, o'zimizdan yiroqroq turgan narsani ko'rsatib turib, bir taljimi, jiq narsa emas, avla emas, chunki avu, birlik. Ya'ni ko'rsatish almashningki birlik shakli. U, avu, o'qilishi that. Okay? Ikkinchi so'z man, kishi degan gap yoki odam deb olsak ham bo'ladi. Masalan, he is a good man deganni nima deymiz? U bo'lsa bir yaxshi odam. He is a good man. Good ninki ma'nosini yana bir qatam eslatsam, odamligi, sifati yaxshi demakchi u. Okay? U bo'lsa bir yaxshi odam. Okay? Ya'ni man degan shu odam degandek ma'nosi bor. Number 3, woman. Naqashning aksi ayol kishi, ya'ni ayol degan ma'noni bildiradi. Woman. O'qilishi woman. Okay? Number 4, fat. Boshqa semiz degan gap, samirib ketgan, semiz degan gap. Okay? Hozircha shunchalik bilib turaylik. Sifat albatta. Ba'zida ashna so'z turkumini deb qo'yma, eskartib qo'yma, uningga hayron qolma, uning sababi bormi? Demakchi, avu that deganni ham mundaq bir qistirib deb o'tib ketdim. Masalan, ko'rsatish almash deb, buning sababi bor bunda deyishim. Avu man, woman deganlar o'zingizga aniq tuyulyapti. ismlar bular so'z turkum jihatdan, lekin demidim, sabab bor demasligimni. Asta akirmoqchi men sizlarni grammatika degan narsaga. Demak, to'rtinchisi fat, sifat jihatdan, so'z turkum jihatdan sifat, ya'ni semiz degan gap. Number 5, thin. Thin degan so'zning o'qilishi ahvolida diqqat qiladigan bir narsa. Ya'ni
xuddi avval thatni o'qiganda tilimizni yinnik tishlab turib zni talaffuz qilgandek beshinchi so'zni sinni o'qiganda tilimizni yinnik tishlab turib seni o'ylang soat keldigan seni asha talaffuz qilsangiz to'g'ri chiqib demoqchi tilimizni yinnik tishlab turib seni chiqarayli qarang masalan sin yodingizda bormi thank you deki ne shuna degandim demak shu o'xshash tovushlar jumlash sin dekilayotgan tovushi bilan thank ya'ni rahmat deki ikkisi o'xshash tovush okay sin ma'nosi uruq degan gap fat niki qarshisi ekan bu sifat so'z turkum jihat number 6 tall bu egiz degan gap bo'yi qartilgani number 7 short shuning naq aksi paka degan gap qisqa degan ma'nosi bor okay number 8 dirty yoki dirty maynat degan gap paskana maynat degan gap number 9 clean bu pakiz degan gap okay yine so'zlarni selishtirib degansa odamning esida baq qoladi bu qarang fat semiz thin uruq tall egiz yoki uzun degan ma'nosi bor anankin short qisqa yoki paka degan ma'nosi bor dirty number 8 maynat bo'lgan bo'lsa number 9 clean pakiz bo'ldi number 10 hot o'qilishini alohida diqqat qiling hot deb yengillikchilar uyg'urchalar o'qiyotmaydi hot emas hot ma'lum qanday chiqaryapsiz bu tovushni desangiz masalan olimda keladigan a bog'u mumkin o'g'aq keladigan o bog'u ikkisining o'rtasida turadigan tovush bu ya a emas demakchi ya o emas a emas o emas ikkisining o'rtasida turadigan bir tovush bunda anglang diqqat qiling a demakchi a emas o emas a okay ingliz tilidagi alohida bir tovush bu ya'ni o'qisam mana so'zni hot ya'ni hot deb o'qib qo'ymadim hot deb o'qimadim hotmi deb o'qimadim shu hot bilan hotninki o'ttirsidagi bir tovush bu hot hozircha balkim his qilolmasligingiz mumkin lekin hech qisi yo'q oldimizda ketib deb asta ina bo'lib sizlar bir narsalar faqat siz chidasangizlar siz bal qo'yapsizlar okay hot bu issiq qiziq degan ma'nosi bor issiq qiziq degan ma'nosi bor okay number 11 cold so'g'oq degan ma'nosi bor demak hotni bilgandan keyin coldni cho'qim bilish kerak okay hot issiq cold so'g'oq okay yoki isib ketgan to'nglab ketgan degan ma'nolar bor okay demakchi issiqni masalan temperatura qartilgan so'g'oq desak temperatura qartilgan mush ikki so'z ishlatildi demakchi issiqqa hot so'g'oqqa cold hamda isib ketgan talab ketgan degan yoki ishlatildi demakchi masalan I am hot desak men isib ketgan holatda yoki men talab ketgan holatda degan ma'ni bildirdi I am cold desakchi men to'nglab ketgan holatda degan ma'ni bildirdi nimishqa Abu Bakr ma'lum nimishqa men isib ketdim to'nglab ketdim demay isib ketgan holatda deb olasiz to'nglab ketgan holatda deb olasiz bu uyg'urchada gap yo'q-ku desangiz bular sifat so'zlari qanday sifatlarni biz uyg'urchada fe'ldek tarjima qilib qo'ysak bo'lmaydi masalan men to'nglab ketdim desangiz masalan deydi to'nglab ketish degan bir xil nimani bildiryapti ish harakatni bildiryapti fe'lmi demakchi bular fe'l emas inglizchada biz uyg'urchada biz men to'nglab ketdim desak bir xil fe'l ma'nosida ishlatgandek bir xil tuyg'u berdi o'ylasangiz men to'nglab ketdim desak to'nglab ketish bir xil ish harakatni bildiryapti fe'lni bildiryapti fe'lkan deb o'ylab qolasiz amaliyot demakchi uyg'urchada balkim fe'l bo'lishi mumkin men to'nglab ketdim deb to'nglab ketish degan fe'lni ishlatish orqali ifodaladi deylik uyg'ur tilida inglizchada to'nglab ketgan holatdagi degan sifatni ishlatish orqali ifodalaydi bu gapni demakchi I am cold masalan I am cold degan qanday men so'g'oq degan gap emas men to'nglab ketgan holatda degani ya'ni sifat bo'lganligi uchun buni fe'ldek uyg'urchaga to'nglab ketdim deb tarjima qilsak bo'lmaydi lekin asla tarjima qilmayman amalimiz yo'q chunki uyg'ur tilini ifodalash odatiga men
to'nlab ketgan holatda degan gap yo'q Uyg'ur tilining ifodalash odatida. Uning o'rnida qanda men to'nlab ketdim deb bunda olamiz Uyg'ur tilida. Demakchi o'g'lim ingliz tilidagi mana cold degan so'zni sifat deb tushunishingiz kerak. Uni Uyg'urchaga tarjima qilganda albatta pale bo'lib tarjima qilindi. Ma'ni paqitishingiz kerak demakchi o'g'lim. Shunday bir paqit o'rganganda inglizchani haqiqiy yaxshi o'rgangili bo'ladi. Okay? Xo'shimda hotni isib ketgan holatda, coldni to'nlab ketgan holatda deb aytib turaylik hozircha. Yoki issiq, sovuq debchi. Number 12, old. Bu qari degan gap, yashangan degan ma'nosi bor. Kona degan ma'nosi bor. Okay? Number 13, young. Yosh degan ma'nosi bor. Number 14, busy, aldirash degan so'z bu. Number 15, lazy. O'rin degan so'z bu. Number 16, 10. 10. Sanaq sonidagi 10. Demakchi 10-darsda 10 ni o'rgandik-ku. Hozir 10 qilib sanay oladigan bo'ldingiz savoldoshlar. Jiq sanab mashq qilmasangiz rasla bo'lmaydi. Chunki o'zingiz mashq qilishingiz kerak. Okay, unda so'zlarning o'qilishi va ma'ni ahvollari shundoq. Unda biz tez suratda bir misol elib o'tib ketaylik. Bu nimaga bog'lab? Darsning mavzusiga qarang. Look at bir nima deydi. Bu look at degan nima degan gap desangiz, look degan qarash degan gap. At degan ma'lum bir narsaga, odam bir narsa qaraganda shu nimasi nazariy bir narsaning ustida bo'ladi-ku. Demak, ingliz tilida shunda zig'irlab o'sha atni qo'shib ifodalaydi demakchi. Atning ma'nosi nima desangiz, ta bir xil o'rinni bildirdi. Okay? Bu davomini biz nimani tafsilotini keyingi darslarda ko'ramiz. Hozircha siz look at ni turaqli so'z birikmasgan ma'nosi bunda bir narsaga qarash degan ma'nosi bor ekan deb tushunib turing hozircha. Okay? Jiq gap qo'ysak qaymab qolasiz yoki zerikib qolishingiz mumkin. Look at degan nima? Ma'lum bir narsa, bunda bir narsaga qarash degan bo'ldi. Unda olsa look at ni bunda bir narsaga qarash deb tushunsak, that ni abiyam mindidoq avo dedik. Man ni akshi dedik. Unda olsa look at that man degan nima? Erga qarang degan gapken-ku. Avu erga qarang degan gapken qarasangiz look at degan qarash, that man avu unda look at that man degani sizga berayotgan bir buyruqdek bir gap bu. Avu erga qarang degan gap bu. Deb bo'lib he is fat dedi. U bo'lsa semizgan yoki u semiz. Okay? Demakchi darsimizning temasiga sasaqmi hozir o'rgangan so'zlarni jiq jumlalarni tuzatgan bo'ldi. Ammo tafsiloti nada desangiz, rasmga qaradingizmi? Jumla look at that man, erga qarang deydi. He is fat, u semizgan degan bir misol bu. Buning tafsiloti amaliyotda buni siz hozir ko'rayotgan dars kitobning PDF nusxasini to'g'ri tushirib oling dedim-ku. Demakchi shu kitob shu, siz tushirib olgan kitob. Mishada 11-dan tortib, masalan, rasmlar qarasangiz, hozir biz o'rgangan barliq so'zlar bor mishada. Demak, mishaga selib mashq qilasiz. Masalan, look at ni bunda bir narsaga qarash dedik-ku. Look at that man, masalan, 11-rasm. Kishi qarang. Javob, uning keyindan deymiz, he is fat. U semizgan deb mashq qilgan bo'ldik. 12-rasmni misol qilib bersam, look at that woman. Ayol kishi qarang deydi. Deb bo'lganda she is thin. U o'rg'gan deydi-ku. Unda siz qolganlarni mashq qila olamsiz? Albatta mashq qila olasiz. Men hozir ko'rsatgan o'sha jumla shakliga selib, albatta kitobingizda yozib ham o'qib yodlab mashq qilasiz-ku. Look at that man. He is fat degan jumla shakliga solsangiz, masalan, ayol kishi qarang, u o'rg'gan degan nima deysiz? Look at that woman. She is thin deysiz. Qolganlarni qila olamsiz? Albatta qila olasiz. Ishonchim bor sizga. Shularning hammasini qilib mashq qilish sizga qoldi. Agar 100 tirani darsxonada o'tgan bo'lsak, bu darsni qanday mashq qilgan bo'ladi-ku, ayrim savoldoshlarga navbat berib. Lekin bu to'g'ri o'tilayotgan dars bo'lg'achqa sizning bak angliq bo'lishingizni talab qiladi. Okay, bo'lmasa inglizchani ras haqiqatan o'rganolmaysiz.
Xo'shunda yana bir yozma mashqlarni ko'rib o'taylik. Undan keyin darsimiz tugasin. Bu qatimliq dars. Lesson 10 look at degan shu darsningki yuqorqisi qandaq og'zaki mashq o'qigan bo'lsa, matuvandikisi yozmachi mashq. Men misollarni deb beraman, undan keyin o'zingiz ishlaysiz. Tigiliklarni, ha? Birdan 6gacha bo'lganlarni. Qarasangiz written exercises degan nima? Yozmish mashqlar degan gap. A denim deydi, A mashqda complete these sentences using his, she's or its deydi. Degan gap bu, ma'u jumlalarni to'liqlang, ishiltish orqali he is, she is, its larni deb degan gapgan go, ya'ni he is, she is, its larni ishiltish orqali ma jumlalarni to'liqlang degan gapgan go. Qanday to'liqlaydi ekanmiz qarang. Example'da asl berilgan bunda bir jumla bor ekan. Robert isn't a teacher. Degan gap bu. Robert emas bir o'qituvchi, ya'ni Robert bo'lsa emas bir o'qituvchi. Bu yerda isn't amaliyotda is not nega qisqartirilmasi bor. Unda olsa Robert isn't a teacher deganni nima deb tushunamiz? Robert bir o'qituvchi emas deb tushunamiz. Unda olsa bo'shirongni nima deb to'ldirdik ekanmiz? Bizdan talab qilgan so'zlarning qaysini qo'ydik ekanmiz? He is'ni qo'yamiz ekanmiz yoki she is'ni qo'yamiz ekanmiz yoki it'ni qo'yamiz ekanmiz. Albatta Robert degan o'g'il bola, shuning uchun bo'shirongga he is'ni qo'ydik ekanmiz. Tigidika bizga berib bergan javobniki qo'l yozma nusxasida yozgan xatlar qarasangiz, Robert isn't a teacher, he's an engineer deb oyoqlashtiribdi. Ya'ni Robert o'qituvchi emas, u bir injener deb. Ya'ni Robertning o'rniga he kelibdi. Bu yerda he ni is bilan qanday biriktirib ham he is deb unda olgan bir ahvolga buni ko'rdingizmi? Unda tigidiklarni tushunamiz, albatta tushunalasiz. Agar jumlada tilga ilinayotgan odam kishi bo'lsa, he keladi albatta, he is deb olamiz. Jumlada tilga ilinayotgan narsa ayol kishi bo'lsa, she is ni ishlatasiz albatta. Agar narsa bo'lsa, it's ishlatildi. Bu gap mishada bo'lsin, mishakchi bo'lsin. Eng oxiridagi yana bir mashq qarasak, B mashq, masalan, write sentences using he or she. Yezinglar jumlalarni ishiltish orqali he yoki she ni degan gap qo'y. He yoki she ni ishiltish orqali jumlalarni yezinglar degan gap qo'yam, yana bir xil hisob. Example nima deydi? Helen bilan well ni beribdi qarang. Bu ikki berilgan so'zga asosan mundaq ikki jumla tuzaydi ekanmiz qarang. Look at Helen. Helenga qarang. She is very well. U nihoyat yaxshi ekan. Salomatlik ahvoli qartilgan bu. Ya'ni Helenga qarang, u nihoyat yaxshi ekan degan gap bu, ha? Unda bo'lsa, berilgan Helen bilan well-ga asosan shunday ikki jumla tuzabdi. Siz qolganlarni tuzalamsiz? Masalan, birinchisini og'zaki deb bersam, look at that man. Avu kishiga qarang. He is fat. U semizkan deb tuzaymiz birinchisini. Ma'lum Helenga thatni ishlatmagantingiz, masalan, that Helen deb. Nimishqa manga thatni ishlatsangiz, that man desangiz, Helen degan aniq birisining ismi. Shunga avu Helenga qarang deyishning hojati yo'q-ku. Helenga qarang desaklar, u Helen kimning Helen ekanligini biladiga qarashtirib. Gapni tushunishlik-ku. Shunga look at that Helen, ya'ni Helenning oldiga that ni qo'yib ishlatmaganligimizning sababini tushundingizmi? Odamning ismining oldiga that ni qo'yilishining hojati yo'q-ku. Avu Helenga qarang deb. Bevosita Helenga qarang desaklar bo'ldi-ku. Shu vajidan avu Helenning oldiga that kelmadi degan gap. Unda esa man degan-chu kishi degan gap. Unda esa qarshi kishiligini biz aniq bildirish uchun qarashtirayotgan. Avu kishi deb avu degan ko'rsatish almashni aniq ishlatamiz-ku. Shuning uchun that man keldi-ku. Masalan, look at that man dedik-ku. Undan keyin man degan kishi albatta. Shuning uchun u, ya'ni kishiga ishlatilgan u ni ishlatib ikkinchi jumlada he is fat deyishimizning sababini tushundingizmi? Qolganlarni ishlayalaysizlar savoldoshlar. O'zingizga ishoning. Men ishongandan keyin. Unda bo'lsa biz inshaalloh ertaga darsda ko'rishaylik. Thank you very much. I will see you tomorrow.